Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugun biz geografiya darsida Avstraliya ittifoqi mavzusini o'tamiz. Avstraliya ittifoqi bu davlat haqida o'tilgan darslarda ma'lum bir ma'lumotlarga ega bo'lgansiz. Bugungi darsimizda esa shu bilimlarni mustahkamlaymiz. Avstraliya ittifoqi Janubiy yarim sharda joylashgan. Maydoni 7.692.000 kvadrat kilometr bo'lib, aholisi 24.5 million kishidan iborat. Avstraliya ittifoqi Avstraliya materiki, Tasmaniya oroli va uning atrofidagi orollar bilan birgalikda Avstraliya ittifoqi deb nomlanadi. Avstraliya ittifoqi shimoldan, g'arbdan va janubdan Hind okeani, dengiz va qo'ltiqlari bilan, sharqdan esa Tinch okeani dengizlari bilan o'ralgan. Avstraliya ittifoqining iqtisodiy geografik o'rnining ahamiyati shundaki, u jahonning boshqa mintaqalaridan ancha olisda joylashganligi bilan tavsiflanadi. Boshqa mintaqalardan ancha olisda bo'lsa-da, zamonaviy dengiz yo'llari, havo yo'llari hamisha boshqa mintaqalar bilan doimiy aloqada bo'lishini ta'minlaydi. Avstraliya ittifoqi Britaniya hamdo'stligi qirolligi hisoblanib, rasmiy rahbari Buyuk Britaniya hukmdori hisoblanadi. Amalda siyosiy boshqaruv tizimida yetakchi rol bosh vazirga tegishli. Avstraliya 6 ta shtat va 2 ta hududdan iborat. Avstraliya relyefi. Avstraliya asosan tekisliklardan va kuchli parchalangan platolardan iborat. Avstraliyaning sharqiy qismida katta suvayrig'ich tizmasi bo'lib, eng baland nuqtasi 2228 metr bo'lgan Kasushko cho'qqisi joylashgan. Avstraliya hududi juda ko'p foydali qazilmalarga boy. Uning foydali qazilmalari jahon ahamiyatiga ega. Mis, temir, uran, nikel, ko'mir, oltin, olmos, boksit rudalari zaxiralari juda ham katta. Avstraliya hududi asosan subekvatorial, tropik va subtropik iqlim mintaqalarida joylashgan. Tabiat zonalari savannalar, chala-cho'llar va cho'llardan iborat. Shu sababli mamlakat hududi suv taqchilligi bilan ajralib turadi. Mamlakatning yagona daryosi Murray bo'lib, uning irmog'i esa Darlingdir. Avstraliya daryolari mavsumiy yomg'irlar asosida to'yinadi. Shu sababli mavsumlarga qarab yo'nalishini o'zgartirib turadi. Avstraliya dunyodagi aholisi eng kam bo'lgan davlatlar qatorida turadi. Aholi zichligi eng past. 1 kilometr kvadratda o'rtacha hisobda 3 kishi to'g'ri keladi. Tabiiy ko'payish esa eng past. Yiliga 0.5-0.6% ga teng. Aholining ko'payishi migratsiya hisobidan. Migratsion ko'payish yiliga 0.8% ni tashkil etadi. Avstraliya hududi tubjoy aholisi Avstraliya aborigenlari hisoblanib, ular mamlakat aholisining atigi 1% ni tashkil etadi. Avstraliya aholisi asosan avstraliyalik inglizlar hisoblanadi. Avstraliya aholisining juda katta qismi shaharlarda yashaydi. Urbanizatsiya darajasi 80% ga teng. Avstraliyaning yirik shaharlari Canberra, poytaxt shahar, Melbourne hamda Sidney esa yirik shaharlar hisoblanadi. Bundan tashqari yana Avstraliya ittifoqida Brisbane, Perth hamda
Adelaida shaharlari mavjud. Iqtisodiyoti. Avstraliya ittifoqi yuqori darajada rivojlangan. Yalpi ichki mahsulotning hajmi bo'yicha yetakchi 20 ta davlatlardan biri hisoblanadi. Biroq aholi sonining kamligi yalpi ichki mahsulotning aholi jon boshiga hisoblaganda ancha yuqori. Hatto Yevropaning rivojlangan davlatlaridan ham yuqori ko'rsatkichga ega. Avstraliya sanoatida tog'kon va yoqilg'i sanoati taraqqiy etgan. Ko'mir, uran, temir, boksit, oltin, nikel, rux qazib olish bo'yicha 3 ta yetakchi davlatlardan biri hisoblanadi. Aziz o'quvchilar, Avstraliyada juda ko'p ko'mir zaxiralari bo'lib, aynan ko'mir zaxiralarini ko'proq Osiyo davlatlariga, asosan Xitoyga eksport qiladi. Bilasizmi? Ko'mir sanoati geografiyasi neft sanoati geografiyasidan farq qiladi. Agar kuzatadigan bo'lsak, ko'proq ko'mir rivojlangan mamlakatlar hududida mavjud bo'lib, ular aynan o'sha mamlakat o'zida ishlab chiqarishda, sanoatda foydalaniladi. Avstraliya ko'mir, suyultirilgan gaz, uran, qora va rangli metallarning katta qismi Osiyo davlatlari birinchi navbatda Xitoyga eksport qiladi. Avstraliyada qishloq xo'jaligi ham muhim tarmoq hisoblanadi. Ayniqsa, qishloq xo'jaligi Avstraliyaning eng asosiy tarmog'i bu qo'ychilik va qoramolchilikdir. Avstraliyaning qurg'oqchil iqlimi mayin hamda yarim mayin jun yetishtirishga ixtisoslashgan qo'ylarni yetishtirishga yaxshi bir omil hisoblanadi. Shu sababli ham Avstraliya jahonda qo'ylar soni va jun ishlab chiqarish bo'yicha 2-o'rinda. Jun hamda mol go'shti eksportida esa 1-o'rinda turadi. Bilasizmi? Avstraliyada aynan qo'ylar ko'p yetishtirilganligi uchun va uning iqtisodiyotida juda katta ahamiyatga ega bo'lganligi uchun Merinos nomli haykal o'rnatilgan. Bu haykal aynan Avstraliyaning Goulburn shahrida o'rnatilgan. Avstraliyada nafaqat chorvachilik, balki dehqonchilik, donchilik, bog'dorchilik va uzumchilik ham yaxshi rivojlangan. Avstraliya ittifoqi ho'l mevalar eksportida ham yetakchilik qiladi. Avstraliyaning asosiy iqtisodiy rayoni uning janubi, sharqi hisoblanadi. Bu yerda mamlakatning 70% aholisi istiqomat qiladi. Hamda uning 2 ta yirik shahri Sidney va Melbourne joylashgan. Aziz o'quvchilar, qani Avstraliya haqidagi bilimlaringizni bir bor sinab ko'ramiz. Avstraliya ittifoqi qaysi sohalarda 1-chi, 2-chi va 4-chi o'rinlarni egallaydi? Bir o'ylab ko'ringchi. Jun va mol go'shti eksportida 1-o'rin, qo'ylar soni va jun ishlab chiqarishda 2-o'rin, temir rudasi qazib olishda 2-o'rin, suyultirilgan gaz ishlab chiqarishda 2-o'rin, ko'mir qazib olishda esa 4-o'rinda turadi. Aziz o'quvchilar, o'ylaymanki, bugun Avstraliya ittifoqi haqida juda yaxshi tushunchaga ega bo'ldingiz. Bilimingizni yanada mustahkamlash uchun 54-mavzuni o'qing. Savollarga yozma javob yozing. Yozuvsiz xaritada Avstraliya ittifoqining yirik shaharlari,
va sanoat rayonlarini tushiring va bajargan mustaqil ishingizni fan o'qituvchisiga jo'natishni unutmang. Keyingi darsga ko'rishguncha xayr.